Rojdestvo bayrami va Milodiya yangi yilini tabriklashga bo'lamdi. Afsuski, nurg'ulg'an musulmonlar faqat xristianlarningla emas, butparastlarning, din düşmanlarining, hatto qon düşmanlarining bayramlarini cho'ng biladigan, alayda tabriklaydigan bo'lib ketdi. Temamizga aloqador holda Rojdestvoni tabriklashning hukmini bayon qilishdan avval oldi bilan bu kimning tug'ilgan kuni, biz nimani tabriklaymiz bir qarab o'taylik. Rojdestvo xristianlarning bir qismining e'tiqodida Rabbning tavalludi, yana bir qismining e'tiqodida Rabbning o'g'lining, ya'ni Hazrati Isa Masih alayhisalomning tavalludini xotirlash bayrami. Hozirgi xristianlarning odati bo'yicha katoliklarning 24-dekabr kuni kechasidan boshlab 25-kunduzi bayram qilsa, ba'zi ortodokslar 6-yanvar kuni kechasidan boshlab 7-kunduzi tabriklashadi. Rojdestvo bayrami yo koni ahadda yo yangi ahadda tilga ilinmaganidek, Hazrati Isa Masih alayhisalomning tavallud kunimi tilga ilinmagan. Xristianlar o kunni aniq bekitalmayla qolmay, balki oy va yilni aniq bekitalmagan. Hatto ularning injillarida Hazrati Isa alayhisalomning qachon tug'ilganligi haqida bir-biriga zid ma'lumotlar bor. Ya'ni Matta injiliga qarab milodiyadan burungi 4-yili, ya'ni Herdovus vafot bo'lgan yili deyish mumkin. Ammo Luka injiliga qarab milodiya 14-yili deb yakun chiqarishi mumkin. Hazrati Isa alayhisalom havoriylarini bu kunni yoki boshqa bir kunni tabriklashga buyurmagan. Havoriylarning tabriklaganligi ham naql qilinmagan. Faqatla milodiya 325-yili Nek-a iznik qurultayida 25-dekabr tavallud kuni bekitilgan. Tadqiqotlardan ayon bo'lishicha 25-dekabr aslida xristianlikdan ilgirki butparastlarning bayrami bo'lib, qadimiy rumliklarda maxsus quyosh tanrisi Sol Invictusga cho'qqinish bayrami edi. Xristianlar Hazrati Isa Masih alayhisalomning tavallud kunini aniq bilolmagachga, ya'ni Isa Masih alayhisalom ularning e'tiqodida yangi ahadning quyoshi, jahonning nuri deb qaralg'ashqa, ular Sol Invictus bayramini Isa Masih alayhisalomning tavalludini xotirlash uchun bekitgan va bu bayramda ular maxsus duo, tilovat va ibodat bilan birga to'plashib xotirlash, kashk tomoq, Rojdestvo ochisi, Rojdestvo bovoy, Santa Claus va hadiya qatorliqlari bilan tabriklashadi. Bu tavalludning xristianlikda asosi bo'lmaganidek, tabriklashga doir boshqa faoliyatlarning biror asosi yo'qdir. Masalan, Rojdestvo orchisi odati xristianlikda ilgari dal-daraxtlarga cho'qinish butparastlikdan qolgan bo'lib, qadimda Germaniyada keng tarqalgan odat edi. Germanlar xristianlikni qabul qilgandan keyin bu odat xristiancha simvolga aylantirilgan. Bu vajidan o'rta asrlarda katolik cherkovlari bu odatni qarshi olmagan. 15-asrlarda ondan Fransiyada umumlashgan. U yerdan Angliya va Amerika ellariga tarqagan. Natijada bu archa Injilda tilga ilingan hayot archisiga, jahonning nuri deb qaralgan Hazrati Isa Masih alayhisalomga simvol qilingan. Bu bayramdagi hadiya taqdim qilishmi o'xshashla butparastlikning qoldiqidir. Bu odatni butparastlikdan eng dastlabda qabul qilganlar katolik cherkovlar bo'lib, ularning o'zlari bu bayramning dastlabda yo'qligini, Misr va Rum butparastlaridan kelganligini, keyincha Rojdestvo bayramiga aylanganligini, Injilda birasning buni tabriklaganligi yoki bu kun uchun ziyofat berganligi tilga ilinmagan. Fir'avn va Herdovusga o'xshagan gunohkor mustabidlarlar bu dunyoga kelgan kunini katta tantana kuni qilib olganligini e'tirof qiladi. Demak, asli butparastlikning qoldiq bo'lmish mazkur bayram xristianlikning dastlabki asrlarda yo'q bo'lsa-mu, keyingi asrlarda bir turkum xristianlar o'z e'tiqodlariga moslashtirib umumlashtirilgan bayram bo'lib, bu bayram biz musulmonlarning qanoatida xristian e'tiqodiga tingilgan shirik va kufr amaldir. Afsuski, ularning e'tiqodida atalmish qutqazuvchi Parvardigor Masihning tavallud kuni bo'lib, Alloh subhanahu va taolo Maryamning qursqida tanga aylanib, yeb ichadigan va uxlaydigan bir inson sifatida dal mushu kunda tug'ilganmish. Mana bu islom aqidasining tub asosi bo'lgan tavhidga tamoman ziddir. Aytqinki, u Alloh birdir. Hamma Allohga muhtojdir. Allah bola topqanmi emas, tug'ilganmi emas. Hech kishi uningga tangdosh bo'la olmaydi. Hadis qudusida Alloh taolo aytadiki, odam bolasi meni tilladi. Vaholanki uning meni tillash haqqi yo'q edi. Meni yolg'onchi deb oldi. Vaholanki uning bundoq deyish haqqi yo'q edi. Uning Allohning bolasi bor degani meni tillig'idir. Allah meni burunqi holimga o'xshash qayta tirildirmaydi degani bo'lsa, uning meni yolg'onchi deganligidir. Yana Alloh taolo bu haqda bundoq deydi. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'lidir dedi. Nasaralar Masih ya'ni Isa Allohning o'g'lidir dedi. Bu ularning og'zidan dalilsiz so'zdir. Ularning so'zlari ilgirki kofirlarning so'zlariga o'xshaydi. Allah ularga la'nat qilsinki, ular qandoqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'onni chaplaydi. Bu va buningga o'xshash oyatlar ko'p. Demak,
Qur'oni Karim ahli kitob bo'lgan nasoralarning Maryam o'g'li Masihni Allohning bolasi deb da'vo qilishini nihoyatda qattiq tanqidlagan va undoq deguvchilarning kofir ekanligini ochiq aytgan. G'arb kalendari bo'yicha Hazrati Isoning tavalludidan 570 yil keyin tug'ilib, 632-yili boqiy alamga safar qilgan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xristianlarni ko'rgan, ular bilan munozirlashgan va ularni islomiyatga chaqirgan. Lekin atalmış Rojdestvo bayramini bir qitimni tabriklab baxmagan. Aksicha, Madinaga borganda madinliklarning burun tabriklab kelayotgan bayramlarni amaldan qoldirib, Ro'za hayit va Qurbon hayitni rasmiy bayram qilib yo'l qo'ygan. Anas radhiyallohu anhu aytadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganda, Madina ahlining o'yin tomosha qilib tabriklaydigan 2 kuni bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ikkisi nima kun deb so'ragan edi. Ular biz jahiliyat davrida mushu 2 kunda o'yin tomosha qilatdik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo sizlarga bu 2 kunning o'rniga bulardan yaxshi 2 hayit kunni almashtirib berdi dedi. Shunga bu xil jahiliyatga xos bayramlar helg'u sherik e'tiqod va butparastlikni asos qiladi ekan, diniy e'tiqodga chetilmagan taqdirdami 2 hayit va jumadan boshqa bayramlarni qutlash va tabriklash o'xshashlar cheklanadi. Bunda qutlash va tabriklashga qatnashgan musulmonlar buni darhol tashlashi, bu bayramlarga munosabatlik hadiya berish, orchi bilan zinnatlash va Rojdestvo boboy qiliqlarini doğrash qatorliq turli faoliyat va tayyorliklardan neri turishi lozim. Shundaqla bu xil shirik va xurofotga rozi bo'lganda ko'rinmaslik uchun xristian xizmatdosh, saboqdosh yoki qo'shinlarning Rojdestvo kuni og'zaki yoki uchur shaklidagi bayram tabriklariga javoban Xristos Krismas iborasini ishlatmay, rahmat, kunlaringiz xayrlik bo'lg'ay degandek boshqacha ibora bilan javob qaytarish kerak. Bu bizga dushmanlik qilmagan yoki biz bilan urushmaganlarga chiroyli insoniy muomala qilishga hargiz zid kelmaydi. Chunki bu aqida e'tiqod va diniy mavqedir. Birarsiga yuz xotir uchun aqidaga zid ish qilishga bo'lmaydi. Buningga islommi, xristianlikmi qarshi. Tabrikiga tabrik bilan javob bermaganlikdan og'ringanlarga buni tushuntirib javob berish munosib. Bu vaqtda shuni eskartib qo'yish foydali. Xristianlikmi o'z muridlarini boshqa dinliklarning hayit bayramlariga qatnashishni qattiq cheklaydi. Masalan, didaskaliya, elchilar ta'limotida musulmon, yahudi, butparast, munofiq va boshqa jimi muxoliflarning hayit bayramlarini qutlash, tabriklash, tantanlariga qatnashishi, hatto hayotini saqlab qolishga lozimlik yemak-ichmak setib olish zaruriyati bo'lmaganida ularning faoliyat so'rovlaridan o'tib qilishmi halokat, ozg'unlik va sherik la'natga loyiq ishdir deyilgan. Milodiy 4-asrda Anatoliyadagi Lazkiya, Fergiya qurutida xristian kishining tantana so'rovlarida usul o'ynashi joiz emas. Shanba kunini yahudiylardek dam olish kuni qilib olish joiz emas. Xristian kishi ular bilan hayit bayram o'tkazmaydi. Ularning hayit bayramlaridagi yemak-ichmaklaridanmi hech narsa olmaydi deb qaror qilingan. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.